Rukudan turganda ikki qo'l qayerda turdi? Savol. Assalomu alaykum. Namozda rukudan turib sajdaga berish oraliqida o'ri turganda ikki qo'l qayerda turdi? Qiyamda turganda qo'l qurishtirib turamdimiz yoki qo'lni sangiltib turamdimiz? Javob. Va alaykum assalom va rahmatullohi va barakatuh. Barliq hamd sana Janobi Allohga bo'lsin. Shundaqla payg'ambarimizga, oila tavobatlarga va uningga toki qiyomatgacha ergashganlarga durud salomlar bo'lsin. Odatda namozda rukudan burunqi turishimizda o'ng qo'lni so'l qo'lning ustiga qo'yib turish sunnat bo'lib, rukudan turganda qo'lni qanday holatda tutish masalasida olimlar o'rtasida ko'z qarash o'xshash emas. Ko'pchilik olimlar qo'lni tashlab turish sunnat deb qaraydi. Bu Hanafi, Maliki, Shafi'i mazhab olimlarining qarashi bo'lib, Imom Ahmaddan kelgan bir rivoyatda shundoq. Imom Mirg'inani mundaq deydi: Qoida shuki, sunnat zikr aytiladigan o'ri turishlar bo'lsa, qo'l bog'lab turadi. Bo'lmasa, qo'l bog'lamaydi. Mushu to'g'ri qarashdir. Buningga asosan qunut duosi o'qiganda va jinoz namozi o'qiganda qo'l bog'lab turadi. Rukudan turganda va hayit namozi takbirlari oraliqida qo'lini tashlab turadi. Imom Sarxasi mundaq deydi: Zikr aytiladigan o'ri turish uzrab ketadigan bo'lg'achqa qo'l bog'lash eng muvofiq. Bularning qarshida bu oraliqda Sami Allohu liman hamida yoki Rabbana va lakal hamd degan zikrlar bo'lsa-mu, lekin bu uzun turish bo'lmag'achqa qo'l bog'lab turmaydi. Imom Kasani mundaq deydi: Imomlarimiz ruku bilan sajda oraliqidagi o'ri turishda qo'l bog'lab turishning sunnat emasligida birdek ittifoq kelgan. Chunki bu muqim turish emas. Uningda qiroat qilishmi yo'qdir. Demak, Hanafi mazhab qarshida ya qiroat qilmaydigan, ya muqim turaqlashib uzun turmaydigan, yo'tkilish bosqichi bo'lgan o'ri turishda ikki qo'lni tashlab turadi. Bu yerda aytib qo'yish kerakki, Hanafi mazhab olimlaridan Imom Kasani qatorliq keyingi bir guruh olimlar bu oraliqda qo'l bog'lab turishni sunnat deb tanlagan bo'lib, bu tanlashiga Rafiziylarga xilof ish qilish uchun shundoq qilamiz, chunki ular qo'lini tashlab turishidi degan. Balki bular bu masalada aniq bir ko'rsatma kelmagan deb qarab, qo'lni tashlab turishning sunnat ekanligi aniq muayyanlashmagachga Rafiziylarga xilof keldiganlik jihatdan qo'l bog'lab turishni tanlagan bo'lsa kerak. Bo'lmasa, asli sunnat deb qaragan bir ishni Rafiziylarga qarshi turish yo'sidilla mundaq o'zgartirishga bo'lmaydi. Maliki mazhab qarshida rukudan burunqi turishda bo'lsin yoki rukudan keyingi o'ri turishda bo'lsin, hamma turishda ikki qo'lni tashlab turish sunnat deb qaraladi. Albatta, Maliki mazhab olimlaridanmi ba'zilar Imom Malikining Muvatta degan qarashi bo'yicha namozda qo'l bog'lab turishni tanlagan. Ammo ko'pchilik olimlar Ibn Qosimdan kelgan rivoyatni tutib, namozda qo'l tashlab turishni tanlagan. Shafi'i mazhab qarshidami bu oraliqda qo'lni tashlab turadi. Imom Navaviy mundaq deydi: Rukudan turib belini ruslaganda ikki qo'lini tashlaydi. Hanbali mazhab qarshida Imom Ahmad kishining ixtiyorligiga qo'yib, rukudan beshini ko'targanda xolisa ikki qo'lini tashlab turadi, xolisa o'ng qo'lini so'l qo'l ustiga qo'yadi degan. Hanbali mazhabda yana qo'lni tashlab turadi deydigan bir rivoyat, qo'l qovushtirib turadi degan yana bir rivoyatmi mavjud. Yuqorqilarga qaraydigan bo'lsak, ikki narsani xulosalash mumkin. Birinchi, tarix jihatdan eng peshqadam mazhablar qarshida qo'lni tashlab turish kelgan. Ikkinchi, 4 imom ishida mushu tarmoq masalada so'zi aniq naql qilingani Imom Ahmad bo'lib, Imom Ahmad bu ishda namozxonni ixtiyorga qo'ygan. Keyin zahiri olim Imom Ibn Hazm kelib, namozdagi barliq o'ri turishlarda namoz o'quvchi o'ng qo'lini so'l qo'lining beg'ishi ustiga qo'yish mustahab bo'ladi deyish orqali qo'l bog'lab turishni tanlaganlarning eng peshqadamlaridan bo'lgan. Oxirida davrimizda yashagan muhaddis Shayx Albani rahmatullohi alayh bo'lsa, rukudan keyingi bu oraliqda qo'l bog'lab turishga tunji bo'lib bid'at tamg'asini urib mundaq degan. Mushu turishda, ya'ni rukudan turishda ikki qo'lni maydaga qo'yishning bid'at ekanligida shak qilmayman.
Chunki namoz haqida kelgan hadislar shuncha ko'p turuqliq, uning birarsidimi qo'l bog'lab turish faqat kelib boqmagan. Undaq qilishning biror dalili bo'ladigan bo'lsa, bizga yetib kelgan bo'ladi. Buni kuchlantirdigani shuki, mening bilishimcha salafiylardan hech kim undaq qilib boqmagan. Hadis imomlaridan hech kim undaq qilishni tilga ilib boqmagan. Hozirgi olimlardan Shayx bin Baz rahmatullohi alayhi bilan Saudiya Arabiston olimlari qo'l bog'lab turishni sunnat deb qarab, Shayx Albani rahmatullohi alayhining bid'at degan qarashiga bu aniq xatolikdir. Bu hukmni uningdan ilgari biror ahli ilm deb baqqan emas, ham bu yuqorqi sahih hadislarga xilof deb radiya bergan. Lekin bu yerdagi muhim nuqta, mushu masalada talash tartishni ayiradigan sahih hadislar kelganmi? Agar kelgan bo'lsa, nima uchun ilgirki 3 mazhab olimlari bilan Imom Ahmadmi bir rivoyatda va hozirgi zamon muhaddislaridan bo'lgan Shayx Albani uni qabul qilmagan? Meningcha, bu vaqtda dalil qilingan hadislar sahih bo'lgani bilan uning qo'l bog'lab turishga qarta dalolati aniq emas. Bo'lmasa, olimlar o'rtasida bunchalar qarash o'xshashmasligi bo'lmagan bo'ladi. Undaq bo'lsa, qo'l bog'lab turudi degan olimlarning hadislardan keltirgan dalillariga bir qarab baqayli. Abu Hazim rivoyat qiladi-ki, Sahil ibn Sa'd radhiyallohu anhu mundaq degan: Jamoat namozda o'ng qo'lini so'l biligining ustiga qo'yishga buyuriladi. Abu Hazim dedi: "Men uni u ishni Rasululloh sallallohu alayhi va sallamga mansub qildi deb bilaman." Vail ibn Hujr radhiyallohu anhu rivoyat qiladi-ki, Rasululloh sallallohu alayhi va sallam namozda o'r turg'unida o'ng qo'li bilan so'l qo'lini tutadi. Yana bir rivoyatda takbir tushirib ikki qo'lini ikki qo'liqiga udul kelgicha ko'tarib, andin o'ng qo'lini so'l qo'lining olqini, beg'ishi va bilkining ustiga qo'ydi deb rivoyat qilgan. Bu hadislarda rukudan ilgari keyin deb ayirmaganligi uchun va yana Rasululloh sallallohu alayhi va sallamdan ayirgan biror rivoyat kelmaganligi uchun namozda har xil ahvolda o'r turganda qo'l bog'lab turish yo'lliq bo'ladi. Bular yana aqliy jihatdan qo'l bog'lab turish xushuga eng yaqin. Yana namozda qo'l bog'lab turish asli qoida. Qo'l tashlab turish bu qoidaga xilof deb dalil ko'rsatgan. Astoydil qaraydigan bo'lsak, ularning hadisdan keltirgan dalillari bu masalada aniq va ochiq dalil emas. Chunki u hadislardagi o'ri turishning rukudan keyingi o'ri turishni o'z ichiga elishi hadisning so'z o'ranidan yiroq. U faqatla quloq qaqqandan keyingi qiroat qilish bosqichidagi o'ri turishni ko'rsatishda aniq. Bu sababdan ilgirkilardan Imom Ahmad, keyingilardan Shayx Albani bu hadislardan qo'l bog'lab turishga aniq dalolat chiqadi deb qaramagan. Shayx Albani degandek hech bir hadisda rukudan keyin o'r turganda qo'l bog'lab turishga aniq dalil kelmagan. Halbuki Vail ibn Hujr radhiyallohu anhu va boshqa sahoba kiramlar Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning namozining butun tafsilotlarini rivoyat qilgan turuqliq qo'l bog'lab turish haqida faqat to'xtalib boqmagan. Qo'lini tashlab turadi degan olimlar qo'l tashlab turish asli qoida bo'lib, qiroat qilish bosqichida o'r turganda qo'l bog'lab turish haqida hadislar kelgan bo'lg'achqa, asli qoidani tashlab qo'l bog'lab turamiz. Rukudan keyin qo'l bog'lab turish haqida dalil kelmagachga qo'yib o'tib turamiz deb qaragan. Qo'l bog'lab turish bir xil namozda turish usuli bo'lg'achqa, aniq biror dalil bo'lmasa, ibodat shaklini ijtihod qilib yoki qiyos qilib belgilash mumkin bo'lmaydi. Uning ustiga rukudan turgandagi o'ri turish o'z oldiga o'ri turish bo'lmasdan, sajdaga berishga tayyorlik qilib belini roslab turishdan iborat. Shunga uningda maxsus qiroat qilinmaydi, uzunmi turilmaydi. İbrahim Naxai rivoyat qiladi-ki, Ibn Mas'ud radhiyallohu anhu vitr namozida ikki qo'llarini ko'tarib, undan keyin tashlab turadi. Bu rivoyat Ibn Mas'ud radhiyallohu anhuning qunut duosidan keyin qo'llarini tashlab turganligini ko'rsatadi. Duoni rukudan keyin qiladigan bo'lsa, bu rukudan keyin qo'llarini tashlab turishni ko'rsatadi. Duoni rukudan ilgari qiladigan bo'lsa, yanala qiroat tugagandan keyin qo'llarini tashlab turishni ko'rsatadi. Ya'ni qo'l bog'lab turish qiroat qilish bosqichiga xosligini ko'rsatadi.
Yuqorqilardan ko'rilishqa bo'ladiki, qo'l bog'lab turishni tanlaganlarning rukudan keyingi ahvolni rukudan burunqi ahvolga qiyos qilish yoki qo'l bog'lab turish haqida mutlaq kelgan hadislarning iborasining umumligiga tayanishdan boshqa biror hadisdan aniq dalili yo'q. Шуңа bu xususda hadisda aniq ko'rsatma kelmagan bo'lg'achqa Imom Ahmadning namoz o'qig'uchini ixtiyoriga qo'yib qo'ygan qarashi amaliyotda bu vaqtda alohida bir ko'rsatma kelgan yoki kelmaganligini bilolmay qolganlikdan ikkining birini tanlay olmay to'xtab turishdan iborat yoki bu haqda alohida bir ko'rsatma kelmagan deb qarag'anlikdan kengra qo'yib bo'lsa kerak. Әмді ikki qarashning birini tanlash kerak bo'lsa, qo'lni tashlayotib turish dalil jihatdan xali ig'ir bosadi. Chunki namoz degan keyingilar ilgirgilardan ko'zi bilan ko'rib o'rganadigan amaliy ibodat. Bizga kelgan qarashlarning eng dastlabkilari Hanafi, Maliki va Shafi'i mazhab olimlarining qarashlari bo'lib, bu keyingilarning qarashiga nisbatan burunroq ham mo'tabar qarash hisoblanadi. Aşu ilgirki asrlarda kunda va hamma yerda ochiq oshkora o'qilib turadigan namozdek bir ibodatda peshqadamlar bilmay qoladigan biror ahvol bo'lishi ehtimoldan yiroq. Keyin Imom Ahmad kelib bu ishda namozxonni ixtiyoriga qo'ygan. Bir qancha asrdan keyin kelgan Imom Ibn Hazm va Imom Kasani qatorliq boshqa olimlar qo'l bog'lab turishni tanlagan. Шуңа bu nuqtani yuqorqi ibodat deganda ayrim dalil bo'lish kerak degan nuqta bilan birga jo'g'lab qarasak, bu qo'lni bog'lab turishga keltirilgan hadislardagi umumliq yoki mutlaqlikdan jalloq chiqadi. Yana tehi rukudan burun qo'l bog'lab turishning o'zimi salaflar ara bir oz qarash o'xshashmasligi bo'lgan masaladir. Qandaqla bo'lmasin, bu masala barliq olimlarning nazarida namozning vojiblari qatoridan bo'lmasdan, namozning sunnat va mustahab doirasidagi adab qoidalari jumlasidandir. Olimlar yuqorqidek o'xshamagan qarashlarda bo'lg'achqa, yana kelib boshqacha qarashni bid'at yoki sunnatga xilof deb ketgidek darajada aniq dalil topilmaydigan bo'lg'ach, bir qarashni kesib sunnat deb jazm qilg'ili bo'lmaydi. Xohlaganlar qo'llarini tashlab tursa, xohlaganlar qo'l bog'lab tursa, ortiqcha talashmasa muvofiq. Vallohu a'lam. Fatvoda doktor Abdul Aziz rahmatulloh 2012 yili 4-oyning 11-kuni